Assalomu alaykum, qadrli musiqa shinavandalari. Bugun yana mumtoz musiqa ijrochiligi targ'iboti, ijro namunalari, san'atkorlarimizning fikr mulohazalari bilan sizlarning ko'ngillaringizga xushnudlik ulashishga harakat qilamiz. Xorazm teleradio kanali ijodiy jamoasi tomonidan taqdim qilinayotgan Suvora supasi dasturida bugun ustazoda san'atkorlar tashrif buyurishgan. Mening yonimda har ikkala san'atkor mana o'z ovozi, o'z ijodiga ega bo'lgan Bobojon Sapayev ustozimiz, yonlarida u kishining shogirdlari, zamondoshimiz Arslon Otajonov. Bu yoqda ham taniqli navozandalar, sozandalarimiz qatnashyapti. Mana San'at aka boshchiligida Ko'palboy, mana sozanda og'alarimiz. Bobojon aka, dasturimizga xush kelibsizlar. Rahmat. Bugun endi sizlarning bir mas'uliyatingiz borki, bu jonli ijro mas'uliyati. Jonli ijroda qilingan navo taroni hozir ijro qilsangiz, yana bir pasdan keyin mana shu ijroni ijro qilsangiz, albatta o'zgaradi, u yangicha bir uslub bilan kuylanishi mumkin. Avvalambor bu yerga tashrif buyurishdan oldin bir insonda javobgarlik hissi bo'ladi. Qanaqa qilsak ekan, nimani aytsak ekan, qanaqa qilganda bir xalqimizga ma'qul kelar ekan degan bir o'y fikr bo'ladi. Shuni 40 yillab, 50 yillab ham ijro qilgan bo'lsak ham, baribir shu qo'limizga instrumentni olib, shu bir joyi unaqa bo'ldi, bu joyi bunaqa bo'ldi deb baribir ustida ishlab o'tiramiz. Hayajoni ham bo'ladi. Hayajoni ham bo'ladi, lekin jonli ijroni haqiqatan ham har kim ijro qilavermaydi. Uning uchun yoshlikdan boshlash kerak. Misol uchun san'at maktablari bor, keyin oliy dargohlar bor. Unda ham baribir shuni to'liq egalladim degan hali odamni men eshitganim yo'q, to'g'risi. O'zi hamma targ'ibot, hamma amaliyot ham shu boshidan to oxirigacha shu o'rganish bilan, buni ilm, ma'rifat bilan davom qilaveradi. Musiqa ham mana shunday. Yoningizda Arslon Otajonov shogirdingiz. Arslonboy. Bugun har ikkalangiz ham shu mumtoz qo'shiqlardan ijro qilasizlar. Arslonboyning sizga bir shogird bo'lgani meni qiziqtirib qoldi-da. Shu haqda gapiring. Avvalambor insoniylik xususiyatlari juda zo'r yigit. Bu yaxshi oilada tarbiya olgan, mana hozirgi davrda xalqimiz sevib tinglaydigan ajoyib bir hofiz, bir sozanda, bir go'yanda. Undan qolaversa, meni yangi ishga kelgan paytlarim 82-86 yillarda shu Arslonboy Qashqarov bopinda o'qiradi. Bu yigitni to'xtatib bo'lmas edi. To'xta desangiz, koridorga chiqadi. Koridordan haydasangiz, podvorga tushib ketib mashq qilarasiz bu. Endi siz musiqa ijrochiligi bilan ustoz ekansiz. Bu kishining endi ijrochilikda ham ustozi bor. Mana O'zbekiston xalq artisti Ortiq aka Otajonov. Albatta. Bularning hamkorligiga bir o'zingizdan bir e'tibor qilib ko'rganmisiz? Havas qilganda ustozlarga, xuddi men Kamiljon aka, Haji Hambaltoyevlarga, boshqa ulug' ustozlari mehr qo'ygandek, Arslonboy ham ustozimiz Ortiq Otajonovga ixlos qo'ygan. Ustozga bo'lgan mehr muhabbati juda baland. 82-yil Mashumat Yusufxo'rov bilim yurtida o'qishga girdim. Ustozni shu konservatoriyani tugatib birinchi ish faoliyatini boshlagan payt edi. Shu ustozdan ko'p narsa o'rgandik. Endi Qashqarov bobinda o'qidim. Ustoz ham Qashqarov bobinda dars berib boshlashdi. Ertalab soat 5larda, 6larda turib kelib, yana aytib o'tdi-ku, koridordan podvaldan balkona shu repetitsiya qilish uchun bu qulayroq joy izlab beramiz. Darsimiz 8-8:30da boshlanadi, keyin orkestr, keyin o'zimizning mutaxassislik bo'yicha sinfda darslarimizga kirib ketamiz. Shu ustozga bo'lgan qiziqishimiz, demak, shu repetitsiya qilishi, trenirovka qilishi, gammalar, har xil mashqlar, etyudlar, shtriklar, Qashqarov bu qanday ushlash kerak, qanday ijro qilish kerak, shu ustozdan o'rgangan saboqlarimiz hali shungacha esimda. Bugun hamkorlikda shu dasturga tashrif buyurishingiz, men o'ylayapman, hali ham ustoz shogirdlik bir-biriga bog'langan o'xshaydi. Shu o'qishga kirgan paytimizda hali shundan ustoz bilan hamkorlikda ish qilamiz, tushunmaganlarimiz hali shungacha so'raymiz. Ustoz bir ajoyib kamtarin inson.
oilasini ham yaxshi bilaman. Dasturimizning bir ijodiy bir mas'uliyati bor. Hali debocha so'zimiz ham aytib o'tib ketdik. Ijro. Ashulani boshlasak. Arslon, nimadan boshlaysiz? Keyin ustozni ham muxlislar kutib o'tiribdilar. Bugun chiroyli taronalardan bahramand bo'lamiz. Yakparda suvarasini huzuriy so'zi bilan shu suvarani ijro qilaman deb keldim. Sevgisi bilan. Ha, rahmat. Eshitamiz. Bobojon aka, bu Fuzuliy so'zi bilan aytiladigan yakparda suvora bu Ortiq akamni suvorasi bo'lib qolganda, shunday. Chunki Ortiq akamning shogirdi borki, shu suvorani ijro qilib kelyaptilar. Bo'lmasam boshlaymiz taronani. Marhamat. Muhabbet çağmadın nuş eyleyen bir itiraz bulunmaz. Fezavcı olmasa her kimle zahir sernaz bulunmaz. Hakiki aşığa zat-ı din özge niyaz olmaz. Edep senri iştesin tutgul, edepten yaxşı razı olmaz. Edepsizlik alemde bilen kimsel faraz olmaz. Ne kim gördüm cahani yeşre, ne sanidir ne senesiz, ne bir eşyayı, ne eşyadır ki kudretsiz. Kül mağlubi renalın, ne mecedi inayetsiz. Kime devlet kuşu konsa, uçar her yana kalırsız. Kimin vakti karan olsa, onun desti dراز olmaz. Cihan eyvanı mevcut, tamami ulgâidin. Kul mağlubi renalın, kerem birle binaidin. Cihan mevşleri revna, tapar faslik şahidin. Özünüz nasıl kindir, tına genci inaidin. Meğer bir katrası tamsa, tükürgen bir lazım olmaz. Cihan şahı yürür yes, kenderi daravri bimhem. Ne cemşidi yine ne
Nekim Ferhat Mecnun hem Yana Ferhat şiirin her biri aşık tayı mülzem Hemen mahbublar içine andınız geçerler bulunmaz Nigarım aldı da şahı Geda berçe beraberdir Tamam izatı pakiden Hemen alem terdir Başın gene asmana Yesaman emdi süreyya Kirer sana ahire yer Astıge camşir
Hakikat bir şakılmazdır. Köngüller müttekâsi bol. Gazapli bayram yetar. Züldiller ay müddâsi bol. Ulu gencim muazzamdır. Cahan şirinlik ağsi bol. Fuzuli iki alemde muhabbat ağsi bol. Muhabbetsiz kişinin köngli kıştırayı asli olmaz. Köyngleme bir gül gamidin, sançılı bir harlar. Köyleme bir gül gamidin, sançılı bir harlar. Akşam ol hardin, canımdadır azarlar. Akşam ol hardin, canımdadır azarlar. Eylemiş köylemni Mecnun cilve-i Leyli ve şi. Eylemiş köylemni Mecnun cilve-i Leyli ve şi. Kim esir-u gamzesi durlara peri ruhsarlar. Kim esir-u gamzesi durlara peri ruhsarlar. Naktun alırga turrasiye, turfa yavru kediyen. Naktun alırga turrasiye, örgen örler andın uğruluşun tararlar. Örgen örler andın uğruluşun tararlar. Gerdişi çeşmidedir, keyfiyeti devri kadar. Gerdişi çeşmidedir, keyfiyeti devri kadar. Men bilmem ki bilmezler ey hani yokşarlar. Muğnisi yağır eğer hem sohbet olsa yağır ilen. Tahira yar eğer hem sohbet olsa yar ilen. Bulmamazul hamdemi bülbül gısidir harlar. Bulmamazul hamdemi bülbül gısidir harlar. Salam Ko'p yashang Hofiz, hurmatli muxlislar, yakparda suvora va safti suvora ijrosi bilan studiyamizda Arslon Otajonov ijro namunalarini taqdim etdilar. Salomat bo'ling. Bobojon ustoz, mana Arslon do'stimizning hozirgi ijrosida albatta men hayolan shu
Ortiq akamni ko'z oldimga keltirib o'tirdim. O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov ijrochiligiga ko'p ustozlar baho bergan. Ko'p nafis, lirik, sodda, aniq va maromida ijro qilingan hamma qo'shiqlari Ortiq Otajonov ekanligini yorqin namoyon qilib turadi. Mana suvoralarda ham u kishining o'zini bir izi qolgan, nafasi qolganda, ana endi shogirdlar an'ana qilib bu narsalarni bardavom qilayotgan ekan, bundan ortiq baxt bo'lmasa kerak. Suvoralarimiz kuylanganda inson baribir ruhiyatan bir yengil bo'ladi-da. Bu sahnalarda ijro qilish o'ta qiyin gap. Endi bu yerda katta hayajon bo'ladi. Chunki xolismi, xolamismi bizni oldimizda, orqamizda xalqimiz turibdi. Ichingizdan so'zni aytib o'tirasiz, lekin miyangizda boshqa narsa aylanib turadi-da. Qanaqa qabul qilar ekan shuni? Shuni maromiga yetirib ijro qilyapmanmi, yo'qmi degan ham bir nima bor. Endi ustoz Ortiq Otajonovga kelsak, u inson faqat meni fikrim emas, butun xalqni fikri hamma bilan birdek, oddiy, samimiy, so'zida turuvchi bir ajoyib inson edi. Men o'zim to'y qilgan paytda bir 4 kun qolganda telefon qilganman. 2003-yilda. Ustoz, kelmasangiz bo'lmaydi deganda, bo'ldi dedi, damola dedi. Uchib yetib boraman dedi. Shu so'zida turib kelib, Og'abek bilan ikisi shuni tomosha qilganlar, bir maza qildirgan xalqimda. Endi ustozni hali lirik ashulasi bormi, klassik ashulasi bormi, Toshkent Farg'ona yo'lda aytilgan ashulasi bormi? Shu agarda millati boshqa millatdan bo'lsa ham nima deyotganini tushunadi. Eng birinchi so'zga e'tibor qilgan. So'zni ham mahorat bilan ijro qilgan. Shuning uchun ham Ortiq Otajonov bo'yin kecha kunduz izlangan, harakat qilgan. Bobojon ustoz, bizni muxlislarimiz ham targ'ibotdan bahramand bo'ladi. Ham chiroyli jonli ijrolar va qolaversa mehmonlarimizni iliqlik bilan kutib olib, ularni intiqlik bilan shunday so'zlariga bir e'tibor qilib o'tiradi. Ko'p davra ko'rgansiz, gastrollar, to'ylar, tantanalar bu endi sizning ijodiy kitobingizni tashkil qiladi. Shulardan bir ozgina bir eshitsak, mana yoshlar nimadir oladi-da. Bundan bir 15 yil, 20 yillarcha burun Buxoroning Olat degan tumani bor. Shu yerga to'yga borganmiz. Shunda o'rtakash bor ekan, hali davrani olib boradigan navbat bermoqchim. Keyin meni yonimga kelib, ustoz, sizni kim deb tanishtiray, kimni shogird deb aytay dedi. Men aytdim, nima Kamoljon akadan ko'proq aytaman. Shu Kamoljon akani shogirdi deb aytavering dedim. U inson sal shirakayfiroq ekan, keyin mikrofonni olib tanishtiryapti-da. Mana Xorazmdan buyuk hofuz kelganlar, Kamoljon Atanazim ustozlari kelganlar deb. Endi u taraflarda ham Xorazm qo'shiqlarini yaxshi tinglaydimi? Qabul qilish qanday? Ha, endi u yerda Xorazmni qo'shiqlariga xorazmcha qilib aytganda o'ch ekanda ular. Shu Kamoljon aka, Ortiq Otajonov, Bomurod Hamdamov ko'pincha bularni bizni Xorazmni eshitlar ekanda ular. Maqomga shinavanda ular. Hali lirik ashula bo'ladimi, maqomlar bo'ladimi? Ko'proq eshitishadi, tinglashadi hamda shuni talab qilib so'rashadi. Bobojon aka, suvoralarni ham kuylab turasizmi? Ha, albatta, endi hali qo'liga tordan olib u so'z qilgan inson Xorazm suvorasini aytmasa, u menimcha to'g'ri kelmaydi. Shu suvoralarni aytmasak, bir hazatmaymiz hamda to'g'risi. Bobojon og'a, bugun endi shu Xorazm suvoralardan bir suvora kuylab bermasangiz o'xshari bo'lmas. Nima kuylab berasiz? Navoiyning g'azaliga Ogahini muhammasi bor. Kajang suvora. Kajang suvorani kuylab bermoqchiman. Vaqt ömrüm bo'ldi
temez İstesen rahat ey zamana Elden peyvendi kes Kamran olmak tilep şavk Hizmetin kılmaz Kimse 100 yıl kamranlık kıl Sabır kime erzmez Dehrana birleze bulmak Kabre uçak İblene yâre Fakrini geçül besimül Ki cehaldır ey yakşı kim Andayız ki buriyata oh Ki kayaldır ey yakşı kim Kışlıydır etavle Muşu candır ey yakşı kim Zehrini uçkavmi birle İşte andrey yakşı kim Ab heyva şerbetinna Kamı cana İbrene yavrey Ahli dünya kime yerler Ademilik dünya Peşesi azar minnet Adeti kinin bak Hoş olsa bu sözümce Sıtkına tut kul kulak Bolmak itler benim öten Temeylemey yakşirak Tenni kulunca semizna Gözlerine İbrahim
işret eyyami bilen Avrezun düzer terkip Gülce dillere sünnetin Kametun hem unutkul Sevkat verey kametin Ağdeydik tınmayınır Küme dünya işretin İnavayı yüzlület Yer karı eyminetin Kim yiğitli vardı eyşü İşret eyyami bana Ki çekilgin liban Ülser gül ruh kirmedi Ki çekilgin liban Ülser gül ruh kirmedi Gözlerimge ki çatan Atkın uyku kirmedi Gözlerimge ki çatan Atkın uyku kirmedi Lağzana çıktım o Çektim yüreğim tızar Keldi can ağzıma Ulşu hubet hukilmedi Keldi can ağzıma Ulşu hubet hukilmedi Ülperiveş hacrıdım kim Yığladım divana var Ülperiveş hacrıdım kim Yığladım divana var Kimse var mı kim ana Körgende küldü külmedi Kimse var mı kim ana Körgende küldü külmedi Yoksa kim koydu kadam Yolga kim evvel kadam Maşuka unutur kimleri Yolga kim evvel kadam Maşuka unutur kimleri İnavayı bağda birlen Hürremiyet künülün İnavayı Hürremiyet köyün Ne için kim bağda kim Gel yakay bu kimleri Ne için kim bağda kim Gel yakay bu kim Mevlana
Qadrli muxlislar, Suvora supamizda mana Kachhang Suvora va Safti Suvora ijrolari bilan ustoz san'atkor Bobojon Safoyev kuyladi. Arslon do'stim, mana ustozni tingladik. Bu Kachhang Suvoraga bog'langan Safti Suvora menga o'zgacha bir ta'sir qildi. Siz qanday holatda kutib oldingiz? Haqiqatan men ham eshitmagan ekanman. Sabtiga murojaatni so'zda kecha kelgandir bonni ustoz Qoyil. Men birinchi eshitishim. Bu so'z boshqa kuyga ham qo'yib kuylanmagan. Boshqa bir navo bilan. O'sha murojaat ohangida murojaat muzikasida kuylangan. Bobojon aka, bu so'zni qo'yish qanday bir xayolingizga keldi? Nima sabab bo'ldi? Ro'zmadaga Jumanazib bilan bir o'tirib qoldik. Bir yaxshi ustozimiz edi, ham o'tirishib turadigan edik. Shunda taklif bo'lib qoldi. Bir ashulani o'ziga 4 ta so'z aytayapti, lekin bitta chargoh aytayapti. Lekin 4 so'z bilan aytdi. Ustoz dedim. Hamon o'zi bir ashula aytdingiz siz. Desam, yo'q, uni dedi. Ko'p so'z qo'yib mahoratga kiradi u dedi. Uni qo'lidan keyin odam qiladi uni deb. Shundan keyin men ham aytdim, dur dedim. Shu chargohga ham agar ashirligimni qo'ygan ekanman. Demak, hozir sizda ham bor bu uslub, ha? Aqligim aytsam, kuyib jahon o'rtanar deb qo'yganmiz. Mana Ro'zmat akani aytib o'tib ketdingiz. Ro'zmat aka bitta Nasrulloyning o'ziga 911 ta so'zni qo'yib kuylagan vaqtlari bo'lgan ekan. Bunga endi qoyil qolmasdan iloji yo'q. Iloji yo'q. O'zingiz juda ko'p ustozlar davralarini ko'rgansiz. O'zingiz sozandasiz. Rubob sinfida tahsil olib, shu sinf bo'yicha bugun ham tahsil beryapsiz. Farg'ona Toshkent aytim yo'lidan xabaringiz bormi? Bor. Kimlar sizga ustozlik qilgan? Nimalar o'rgangansiz? Endi men asosiy o'rgangan joyim Toshkentda opera balet teatri bor. Bu vaqtda truppa bor edi, u yerda o'zbek ansambli, qizlar raqqasalar, keyin ulug' ustozlar bor edi. Halima Nasirova, O'zbekiston xalq artistlari Sattar Yarashev, O'zbekiston xalq artistlari Jamol Nizomxo'jayev, Ergash Yo'ldoshev, Dilafruz Jabborovalar. Endi bularni repertuarlar asosan Toshkent Farg'ona yo'lida edi-da. Men muzikantman, chalib Ashulalarni o'rgandingizmi? Ha, o'rganganman. Uka Xorazmli ukam aman yanar. Seni şelah ko'zingdan ey aman yar. Kuyla dilkash dutarım aytar edim ben. Kuyla dilkash dutarım. Xumorim yoz, xumorim. Atmaga tanlar. Mahoratingizga qoyilmiz. Mana tor turibdi, rubob yo'nalishida bugun ham saboq berasiz. Bir kuy chalib bering, ozginagina. Endi Xorazmda muhabbat deb yuritiladigan kuyimiz bor. Asli bu kuyda yigit bilan qiz aytishadi-da. Shu so'zi nomi bilan muhabbat bo'lib qolganda bu. Ha. Aslında bu Xorazmning Iroq maqomidan bu. Ha, bu kuymi? Ha, bu kuy. Muhabbatni eshitamiz ozgina. Va kaza. Rahmat ustoz. Mana juda rang-barang mulohazalarimiz ham chiroyli bo'layapti. Endi yana Farg'ona Toshkent aytim yo'liga kelsak.
Bu shogirdingizda bu narsani talaba paytida bilganmisiz? Shu yo'nalishlarda bir eshitib ko'rganmisiz? Ders jarayonimizda, asarlarimizda ko'proq Toshkent Farg'ona kuylari bor. Misol uchun Soyayi, Otmagay, Kuygay, Otmagay tong, Eshvoy, Qoradali shulardan andoza olib, endi hozir Gulzorimni aytayapti. Endi bir eshitsak baho beramiz endi. Endi aslında bu Gülzarimni kuylash sal murakkabroq ashula. Nimasi bilan? Avjlari bilan, Ha. Har bandida o'ziga xos avji bor. har bandida o'ziga xos avji bor. Har kuplitada o'zgacha yo'nalish bilan keladi-da bu. Hozir kuylimizdan niyat qilib turibmiz. Oldindan kamchiliklari bo'lsa uzr so'raymiz. Ustoz kuylaga. Shuni aytim yo'lida o'rganganmiz. Bahosini berasizlar. Dostlarım ey, Allah senin aşkına bağlı etmiş beni. Sağdası aleyh kaldı kalmadı etmiş beni. Aşkım bu halda yetmiş beni. Bir periye peyker gamin aşıp da hal yetmiş beni. İlge oğlum demey gül bulan dağda yetmiş beni. Gül uzağırım ya rahmeyleni yavrum, rahmeyleni yavrum, vay bir gül muradım ey, koyma beni zayıflatıp. Eşkıt körmüş beni, diktir beni bu yerge kim? Teşmir köksen bana duk din her yerge kim? Yok mu cevalim oylahana varım zin yerge kim? Men havayininden kür görseler bağda bülbül geçim. Ekmek aşıp ekrey oğlum gül falan düşmeni. Gül uzağırım ya rahmeyleni yavrum, rahmeyleni yavrum, vay bir gül muradım ey, koyma beni zayıflatıp.
Yamaş unil yagav İnsan ile tiyulmuşam Hasreti Kim hazan fasli yaprağ ile tiyulmuşam vay hay Rahmeyle yavrum vay bir yıl muradıma oy mağları Qadrli muxlislar, mulohazalarga o'tamiz. Arslon do'stim rahmat ijrolar uchun. Bobojon ustoz, bu hozirgi Gulzorimni ohangi, uning tanalizi, avji daromadi maromida. Siz ham kuylab turasizmi buni? Albatta. Men o yosh paytimda kuylaganman uni, hozir ham kuylayman. Bu asarlar merosimizga aylanib ketgan bizani. Qon-qonimizga, jon-jonimizga singib ketgan asarlar. Shu muzikani tushunmaydigan odam bo'lsa ham shu ashulalarni aytsangiz biladi. Ha, Gulzorim ekan bu deydi. O'rta Osiyoda uni kuylashadi. Qo'liga soz olib, buni ashulalarni aytmagan hofizning o'zi yo'q bo'lsa kerak deb. Eng quvonarlisi, hozir mumtoz qo'shiqlar qatorida ulug'lanadi bu qo'shiqlar. Gulzorim, mana Komiljon akani istamas, maxsus kabi taronalar bor-ku. Bular ham xalqimizning bir sevimli qo'shiqlari bo'lib qolgan. Bu narsalar hali Gulzorim, keyin Samarqand ushog'i, Toshkent irog'i deymiz, shunga o'xshagan ko'p narsalar bor. Asarlarimiz. Keyin Esobo, Yunus Rajabini Shoshmaqom kitobuna kiritilgan bular. Endi maqom darajasidagi asarlarda bular. Misol uchun kuygaylar, hali varaqlab ko'rsangizda shuni ichida bor shu narsalar. Bu narsani har kim ham bir shijoat bilan ijro qilishi qiyin bo'ladi, chunki bu yerda ovoz imkoniyati, cholg'u imkoniyati bor, keyin hali daromadlari bor, ovoz imkoniyati bor. Shuning uchun ham Arslonboy ana bugun yaxshi qilib maromiga yetkazib ijro qildilar. Katta rahmat. Milliy madaniyatimizning yuksalishida shu ijodiy targ'ibotlarning o'rni katta. Qo'shiqlar qancha ko'p kuylansa, ijro qilinsa, avlodga o'tishida buning ijobiy hissasi bo'ladi. Xorazm voqasi bilan bog'lasak gurunglarni. Sizning ko'p ashula davralaringizni biz ham kuzatganmiz, ko'p narsa o'rganganmiz. Bugun ham bir narsa o'rganamiz deb turibmiz endi. To'g'ri, endi bu
Hayotda aytadi-ku, yoshni chegaralamaslik kerak-da. Men 60ga chiqdim, 50ga chiqdim, 70ga, 80ga. Bu yosh bilan hisob-kitob qilmash kerak. To'g'ri. Shu tanangizda joningiz, yuragingiz urib turibmi, izlanishda, o'rganishda bo'laverasiz. Men hali bugunadan bir shogirdim bo'lsa ham o'shandan bir nima eshitib qolsam o'rganaman men. Hech qanday nimasi aybi yo'q. Sho'rni shunaqa qilib aytib yubor deyman-da. Dim bo'lmasa, uyalsam o'ziga bildirmasdan o'rganib qo'yaman sho'rni. Bir kuni o'rtog'imni nikoh to'yida teatrdan hamma tashrif buyurdi. Bu yerda Abshirov Otajonovlar ham bor, Bekajon opa bor, Ahmadjon aka, Masharipov, shu Ahmadjon aka, Masharipov Chaykovskiy deradilar unga. Shuni o'g'lim to'yindamiz. Ishqilib teatrdagi hamma Sherib Boltoyevlar hammasi bor, Matnazar akalar, keyin Ahmadjon aka, hali karnash olib beradigan to'ylarda rahmatli bo'lib ketdi. Ben Hacıxon ustoz bilan shu yerda uchrashib qoldim. Endi birinchi marta emas u. Birinchi marta shunday yuzma-yuz bo'lib muloqot qilganmiz. Shunda tarni so'radilar, meni tarimam yangi tar edi. O'zi yosh paytim baland sozlab aytardim. Keyin olib borib ber dedilar. Dedi bu beyik-ku bu dedi. Baland deb turibdi-da ovoz. Ovoz baland sozlangan. Ha, ustoz size bilinamayapti debman-da. Shu yerda keyin o'tirib Feruz ikkinchini aytdi. Hali Mushkun Qoshin Feruz birinchi so'zi bilan Feruz ikkinchini aytdi. Keyin men yotib bir kuni men ham shuni o'rganmasam bo'lmaydi. Ustozni ashulasini deb. Keyin haligi yigitdan kasetalarini topib bir joylardan o'sha Hacıxon usta aytgan nimasini shu o'rganganman. Endi unga ham 35 yil, 40 yillarcha undan ham ko'p bo'lsa kerak. Mana Feruz ikkinchi kuyiga solib, mana Mushkun Qoshinni hay'ati ogahiy so'zi kuylanishi bu juda ham boshqacha-da. Farhod aka Davletov, O'zbekiston xalq hofizi, Ochilbek Matchonov, shunga o'xshagan san'atkorlarimizni repertuarida mana shu ashula bor. Aynan shu ohangda kuylanadigan. Mana so'zimiz ham endi ijroga borib taqalayapti. Hozir ijro qilib bera olmaysizmi mana shuni? Qilib beramiz. Bo'lmasam sahnaga taklif qilamiz. Mushkun Qoshinni hayati o'lchash mujallot usta qatlam uchun nas keltir nuni tomon sağ üstüne yat
ijro uchun rahmat bobojon aka, salomat bo'ling. Qadrli muxlislar, bugun dasturimiz orqali sizga chiroyli mulohazalar va navolarni taqdim etayotgan navozandalarning hammasiga minnatdorchilik bildiramiz. Bobojon aka, mana hozir ijroni tinglab, mukammal qilib ustozlar qarang bir shunday bir ohangga keltirganlarki, buni endi ta'riflashga so'z ojiz. Shu har kim o'zini qilgan ishidan bir huzur halovat topishi kerakda. Misol uchun yaxshi qilib mehnatni qilib, peshona terini to'kib bir piyola choy ichsangiz maza qilasiz-ku. Yoki bo'lmasa bir yerni chopib, og'ir lekin qiyin qattiq yer. Shu qattiq yerni ag'darib, nima qilib shuni ekkandan keyin bir maza qiladigan joyi bor. Shu asarda ham shunaqada. Men o'ylaganman, oddiygina shu vaqtni baloni bilmadim deb aytaman deb o'yladim-da. Bu qarasam, uni tagida ichida sir sanoatlari yotgan ekanda. Arslon do'stim, shu dasturimizdan, mana ustozning fikrlaridan, ijrolaridan nima olyapsiz? Yana ustoz bilan bircha shu suvara sifosida birga chiqish qilyapmiz. Men xursandman. Men hozir ijodiy amaliyotlardan bir nimani anglayapman. Hali bir yana narsamiz ko'p ekan ustozdan. Bobojon aka, hali shogirdingiz mana ko'p narsaga ahd qilyaptilar, chunki bugun dasturdan nimadir oldilar. Milliy musiqa san'atimizning targ'iboti ana shu dasturimizda ham mujassam bo'lib turibdi. Albatta bunday jarayonlar yosh o'sib kelayotgan, san'atimizni ulug'laydigan, yaxshi ko'radigan, yoshlarimiz uchun bir saboq bo'ladi degan bir niyatimiz bor. Qadrli muxlislar, sizlarning nomingizdan bugun dasturimizda ijrolari, chiroyli mulohazalar bilan ishtirok etgan ustoz va shogird san'atkorlar Bobojon Safayev va Arslon Otajonovlarga va ularning yonlarida hamrohlik qilgan navozandalarning barchasiga minnatdorchilik bildiramiz. Qo'shiq shunday bir mo'jizaki, u yangragan paytda insonga yangi ruhiyat paydo qiladi. Shuning uchun bugungi qo'shiqlar ham, bugungi navolar, bugungi suhbatlar sizga yangicha tuyg'ular baxsh etgan bo'lsa, ajab emas. Qo'shiq doimo sizga hamroh bo'lsin. Yanagi dasturlarda albatta chiroyli mulohazalar, yangi targ'ibotlar bilan uchrashishga niyat qilamiz va siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling.